Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli cemaat. Hamma bizga da Alloh subhanahu wa taolaning barakati hamda saadati bo'lsa edi. Cemaat, ma'lum ulug' barakat bo'lgani bizning yordam ishinde. Har Ramazon oyida, har yil sayin mingdan ortiq kishi barakatlanarga hamda endi o'rtaq iftorda qatnashib, Alloh subhanahu wa taolaning rahmatine erishir mumkinlik berdi taba. Bu yil Alloh subhanahu wa taolaning ulug' sinovi ham shulq vaqtda Rabbimiz subhanahu wa taolaning ulug' murojaati bo'ldi hamma bizga da. Avur qor yigi orqasida shatir jimirildi. Hamda endi Alloh subhanahu wa taolaning murojaati hamma bizga da islom dini birdamlik, islom dini hamma bizga da Alloh taolaning barakati ekanini, hamda Rabbimiz subhanahu wa taolaning murojaati yonda qolmag'iz, o'z ilishni kiritmisha Alloh subhanahu wa taolaning rahmatidan mahrum bo'lmag'iz degan Rabbimiz subhanahu wa taolaning murojaati bo'ldi hamma bizga da.